Keyin meni qo'limdan tortib, sochimdan tortib yerga qaratib, nima qo'llarimdan ushlab, qo'lim bilan sochimni ikkalasini birdan ushladi. Men boshimni ham ko'tara olmadim. Oyog'imni ko'tardi, orqa tarafimga ham zo'rladi. Mo'ynagi nimasini ham o'sha orqa tarafga yuborgan edi. O'zimni o'ldirmoqchi edim. Men ayamga rozilik nima qilish uchun shu faqat pastki tarafimda burugimni o'zi majburlab yechib, men roziligimsiz nomusimga tegdim. Ekspertizaga borganimda ham shu orqa tarafim og'rib yotuvdi. Men 2 kun tualetga bora olmadim dashi. Qiziz menga pastani sen dedi, pastani menga dedi, men xohlaganimday yotib turasan men bilan, xohlaganimday xotin bo'lasan. Turklar, kechaylar ayollarni oldiga qilmaydi, hammasi orqaga qiladi. Men bilaman. Singlim, endi siz boshingizdan o'tganning hammasini aytib bering. Boshidan necha yoshga kirdingiz va qanday shu odamga uchrashganingizni hammasini aytib bering biza. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyatida tug'ilganman. Samarqand viloyatida yashayman. Yoshim 23 da. Biz avtobusda ketayotganimizda onam bilan ish e'lonini ko'rib qolib, avtobusda o'sha ish e'lonidan telefon nomer yozib olganmiz, onlayn ish deb e'lon yopishtirishganda. Telefon nomerini yozib olib, onam ikkalamiz uyga kelib telefonda gaplashdik. Biz qanaqa ishligini, nimaligini so'rash maqsadida telefon qilib, men telefonda gaplashdim. Shunda o'sha ish egasi bizga o'zini tanishtirdi. Nurbek Nuriddinovman dedi. Bizga dedi, ishimizning maqsadi onlayn ish, svoydom, shunga o'xshash narsalar aytdi. Men tushunmadim. Faqat dedi, internet orqali bu ishni qilamiz dedi. Siz internetda o'tirib, sizga telefon bo'lsa, telefondan bizni ishimizni tushuntirib bersangiz, shu yetadi bizga dedi. Men internetda ko'p o'tira olmasligimni va internetga umuman qiziqmasligimni, umuman internetni ishlatmasligimni men aytib, o'chirdim telefonni. Bu ish menga to'g'ri kelmaydi dedi. Keyin menga siz dedi, yaxshilab o'ylab ko'ring, 2-3 soatdan keyin men sizga telefon qilaman deb telefonni o'chirdi. 2-3 soatdan keyin telefon qildi Nurbek Nuriddinov. Siz bizga to'g'ri kelasiz, gap so'zlaringiz joyida, yaxshi muomalangiz deb, siz yaxshilab o'ylab ko'ring, men sizga yana aloqaga chiqaman deb o'chirdim. Men yana rad javobini aytdim. Men unaqa ishda ishlamayman, menga kerak emas u onlayn ish, internet. 2-3 kundan keyin menga telefon qilyapti. Men sizni rasmlaringizni ko'rdim, muomalangiz yaxshi ekan, chiroyli qiz ekansiz. Meni bitta akam bor. Profilaktika inspektori, starji leytenant bo'lib ishlaydi Pastorg'om tumanida, Samarqand viloyat Pastorg'om tumanida profilaktika inspektori bo'lib ishlaydi. Starji leytenant deb aytdi. Men u Nurbekka telefon nomerimni ber, akang bilan tanishaman, unaqa gap gapirmaganman. U menga u gapni gapirmasdan oldin o'zi akasiga telefon nomerimni berib bo'lgan. So'ng oradan 2-3 soat vaqt o'tib, shu profilaktika inspektori, Pastorg'om tumani profilaktika inspektori menga telefon qilib gaplashishini, so'ng bizni oilamiz tanishishini, bizni taniganligini sababli men bilan tanishishini va uylanmoqchi bo'lganligini, sovchi yuborib uylanmoqchi bo'lganligini aytib, men bilan gaplashib ketdi. Biz shu 1 oylar atrofida gaplashdik. 1 oy atrofini ichida bir marta ko'rishib gaplashdik. Unda ham mashinasida gaplashdik. Xulqi, turishi, gap so'zlari joyida ekanligini ko'rib, menga ham xarakteri yoqib, shu bilan gaplashib ketgan edik. Birinchi marta ko'rishganimizda men uni noto'g'ri xatti-harakatlarini sezganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q edi. Biz shundan keyin telefonda gaplasha boshladik. U menga faqat kechqurunlari chiq, meni ishim kechqurun tugaganligi uchun kechqurun ko'rib gaplashaylik, kechqurun chiq, hech bo'lmasa mashinamda o'tirib gaplashaylik deb yurasdi. Men yo'q derdim, chunki kechqurun meni uyimdagilar ko'chaga qo'ymaydi. Ko'chaga chiqmayman men kechqurun deb faqat rad javob berasdim. So'ngra u aytasdiki menga, men qanday sen bilan ko'rishib gaplashmasam, qanday men bo'lajak turmush o'rtog'imni qanaqaligini bilmayman-ku.
Sen bilan baribir telefonda gaplashgan boshqacha, ko'rishib gaplashgan boshqacha dedi. So'ng men shu noyabr oylarini yo'q, noyabr oylari biz tanishib gaplashgan bo'lsak, 7-dekabr kuni men Juma shahrida ishim bo'lganligi sababli Pastdarg'om tumaniga bordim. So'ngra uyga ketayotganimda menga Axtaror telefon qildida, sen Juma shahrida yuribsan, sen Jumada ekansan, shu yergacha kelib men bilan gaplashmay ketyapsanmi deb o'zicha mendan xafa bo'ldi. Keyin men mayli bo'lmasa ko'rishib gaplashamiz dedim. Bo'lmasa mayli sen dedi uyingga ketasan hozir, men dedi mashinamda o'zimga biriktirilgan Matiz rusumli mashinasida kelib meni uyga olib borib qo'yishligini aytib, mashinaga o'tirg'izdi. Biz shu Juma shahrining xizmat uyini yonidan o'tayotganimizda mana shu yerda meni bir ikkita narsalarim bor. Shu narsalarim olaman, sen xizmat uyini ko'rasan, birdan shu ish joyimni ko'rasan deb meni aldab o'sha xizmat uyiga darvozasidan ichkariga kirib ketdi mashinasi bilan. Men o'zim roziligim bilan yoki nima bilan u ichkariga kirganim ham yo'q. Faqat u menga xizmat uyini ko'rsataman deganligi uchun men u xizmat uyini mahalla punkti deb o'yladim. U yerda mahalla komiteti bo'ladi, mahalla sekretari bo'ladi deb o'yladim. U mendan birinchi ichkariga kirib ketdi. Men orqasidan kirayotganimda atrofga qaradim. Bu uy ekan-ku, odam yashaydigan uy-ku bu dedim. Chunki tashqarida profilaktika inspektorlarga biriktirilgan xizmat uyi deb yozib qo'yilgan ekan. Men mahalla punktiga o'xshagan joy deb tushundim uni. Ichkariga kirib ichkariga kirgandan chap tarafda kuxnya bor, oshxona. Yana o'ng tarafdagi xonaga o'zi atrofga bunday qarab nima qilgunimcha u xizmat kiyimini yechib bo'lgan edi. Ust tarafim polni yechib bo'lgan edi. U payti biz ko'rishgan paytimiz kunduzi soat 11-12 atroflari edi. Obed emas edi. 11-12 atroflari. Shu payti ustki kiyimlarini yechib tashlaganligini ko'rib hayron bo'lib qarab qoldim. U meni birdan o'sha o'ng tarafdagi xonaga o'ng qo'limdan tortib birdan kirgizib ketib, eshikni qulfladi. Men eshikni nima qilyapsan deb eshikni ochmoqchi bo'lgan paytim eshik qulfi ishlamadi. Shu rostdan eshik qulfi ishlamadi. Men prokuraturadagilarni borib ko'rganda ham ko'rsatdim. Hali ham eshikni qulfini to'g'rilamagan bo'lsa kerak. Ochilmadi eshikni qulfi. Keyin meni qo'limdan tortib, sochimdan tortib yerga qaratib nima qildi? Yerda shu eshikdan kirgandan to'g'rida yerda ko'rpacha to'shalgan edi. O'sha ko'rpachaga qo'llarimdan ushlab, qo'lim bilan sochimni ikkalasini birdan ushladi. Men boshimni ham ko'tara olmadim. Ustki tarafimda kiyimlarimga tegingani yo'q.